Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana bir juda ham qiziq savolni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, demak, masalamiz berilgan ko'prik. Ko'prigimizning uzunligi 92 metr ekan. 92 metr uzunlikdagi ko'prik ekan. Ko'prik 30 gradusga ochilgan. Demak, kemalar o'tishi uchun 30 gradusga ochilgan. Xo'sh, 30 gradusga ochilgan va kemalar o'tib ketgan. Xo'sh, demak, mana shu yerdan kema o'tib ketishi uchun kemani balandligi qancha bo'lishi kerak? Yoki mana bu D ning balandligi qancha? Bu yerda suv bor albatta. Suv va o'sha ko'prik orasidagi masofa 2 metr. Demak, masalaga qaraymiz. Ko'prikning uzunligi 92 metr va ya'ni qarang. Masalan, mana bu narsa yopiq holatda 92 metr. Bu ko'tariladigan bo'lsa 92 metrni 2 ga oladigan bo'lsak, demak, xo'sh, 46 metr va 46 metr hosil bo'lar ekan. Biz bitta to'g'ri burchakli uchburchakni qirib olamiz shu yerdan. Xo'sh, 30 gradusga ochilganligi uchun xo'sh, mana to'g'ri burchakli uchburchagimiz mana bu 46 bo'lyapti. Ya'ni mana bu 46. Mana burchagimiz mana 30 gradus bo'lyapti. Mana bu joyimiz nimaga teng bo'ladi? Bu 2 metr deyapti. Demak, suv sathi bilan o'sha ko'prik orasidagi balandlik 2 metrga teng ekan. Demak, to'lig'i D bo'ladigan bo'lsa, bu 2 metr bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga biz bemalol D minus 2 deyishimiz mumkin ekan. Xo'sh, 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga tengligidan foydalangan holda, demak, mana bu masofani, mana bu yerni, demak, 46 ni 2 ga bo'lingan 23 desak bo'lar ekan. Demak, D ni topadigan bo'lsak, D barobar 25 metr bo'lar ekan. Xo'sh, mana shunaqangi qiziqarli savollarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.